Assalomu alaykum hurmatli YouTube kanalimiz kuzatuvchilari. Demak, bizda 33, 34, 35 masalalarga oid birinchi mock test kinematika bo'limiga oid masala ishlaymiz. Xo'p, mini sertifikat imtihonlarda 33, 34, 35 masalalarga bitta masala beriladi va 3 ta topshiriq beriladi. 3 33, 34, 35 topshiriqlarda A, B, C, D, E, F javoblarga moslab to'lab qo'yishimiz kerak bo'ladi. Demak, hop bizda birinchi mock test aytilyapti. Bir jism 80 metr balandlikdan boshlang'ich tezliksiz, ya'ni boshlang'ich tezligi 0 bo'lgan holatda ikkinchi jism 100 metr balandlikdan qandaydir boshlang'ich tezlik bilan bir vaqtda tusha boshladi. Ikkala jism bir vaqtda yerga uriladi. Endi bu masalaning sharti. Masalaning berilishi endi shart 33-sida aytilyapti. Ikkinchi jismning boshlang'ich tezligini toping. Ikkinchi jismning boshlang'ich tezligini topishga harakat qilamiz. Demak, ikkala jism ham teng vaqtda yerga tushadi deyapti. Demak, biz birinchi jism boshlang'ich tezliksiz erkin tashlangan, birinchi jismning tushish vaqtini aniqlab olamiz. Hop, unga ko'ra T teng bo'ladi ilzosda 2J ilzosda 2H1 taqsim J ga. Buni hisoblab chiqadigan bo'lsak, 4 sekund chiqar ekan javobi. 4 sekundda, demak, ikkala jism ham 4 sekundda yerga tushadi. Endi bundan ma'lumki, ikkinchi jism ham 4 sekundda yerga tushishi, demak, H teng V0T mana bu yer plus, yozishda texnik xatolik yetib qo'ygan. V0T plus J kvadrat taqsim 2. Endi J 10 ga teng deb oladigan bo'lsak, erkin tushish tezlanishining qiymatini 2 ga bo'ladigan bo'lsak, 5. Shuning uchun 5 kvadrat deb yozib ketilgan. Bundan V0 topamiz. V0 topadigan bo'lsak, mana V0 teng bo'ladi H minus 5 kvadrat taqsim T. Xo'p, hisob kitoblarga ko'ra, demak, T 4 ning kvadrati 16. Mana bu yerda hisob kitob qilib ketamiz. Javob 5 chiqadi. 5 javob S javobiga to'g'ri keladi. Demak, birning javobi S. 34-shartda aytilyapti. 34-shartda dastlabki 2 sekunddan keyin ikkinchi jism qanday tezlikka erishadi? Xo'p, yuqoridan tashlangan jism tekis tezlanish uchun harakat qiladi va boshlang'ich tezligi 5 metr taqsim sekund. V teng V0 plus JT oniy tezlik formulasiga qo'yamiz. 5 plus 10 ko'paytirilgan 2 25 metr taqsim sekundga teng bo'ladi. 2 ning javobi mana Y ga teng. 35-savolda Xo'p, birinchi jismning oxirgi sekunddagi ko'chishini toping deb aytib o'tib ketyapti. Birinchi jismning oxirgi sekundda ko'chishi qanday topiladi? Delta H teng ilzosda 20H minus 5 ga teng. Xo'p, ushbu formula qayerdan va qanday kelib chiqqan? Demak, shuni ochib olamiz. Erkin tashlanyapti. H teng JT kvadrat taqsim 2. Jismni tushish vaqtini ayiramiz. Oxirgi sekundda tushish vaqti J T minus 1 ning kvadrati taqsim 2 ga teng. Xo'p, biz aslida oxirgi sekundda ko'chishini shunga qo'yib topib qo'ysak ham kelib chiqadi. Demak, H teng bo'ladi. Hop, J da 2 ga bo'lsam 5, T 4 ning kvadrati 16 demak 80 minus T minus 1. 4 dan 1 ayirsak 3. Mana bu yerda aytib o'tilyapti. T dan 1 ayirsak 3. 3 kvadrat 9, 9 kere 5 45. Demak, H teng bo'ladi 80 minus
1.5 teng bo'ladi 35 ga va bu ars javobda ko'rsatib o'tilyapti. Demak 35 A ga teng, 33 C, 34 E javob chiqdi. Shunday qilib javoblarni moslashtirib qo'yishimiz kerak bo'ladi. 33, 34, 35 savollarda. E'tiboringiz uchun rahmat. Hop, kanalni kuzatishda davom eting. Kanalga yo'qotib qo'ymaslik uchun obuna bo'lishni unutmang. Keyingi mock testlarda albatta boshqa bo'limlarga oid ham masalalarni ko'rib o'tamiz va 17-18 yanvar kuni bo'ladigan milliy sertifikat imtihonlariga ko'proq masalalar ko'rib chiqishga harakat qilamiz. Xudo xohlasa siz uchun manfaatli va foydali bo'ladigan savollarni ko'rib o'rganib chiqamiz. E'tiboringiz uchun rahmat. Sog' va salomat bo'ling.